Amir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda va arzon narxda yaxshi Damas mashinasi 2023-yil atigi 45 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskalar top-toza, hamma jihozlarni qildirib qo'yilgan Damas mashinasi. 4 ta yaxshi yumshoq balonlar qo'yilgan, archa balonlangan ukalar, samoq bilan ko'rishingiz mumkin. Patolo obshipkalar qilingan ukalar, mashinaga chexol, kori, polli, magnitofon kamerkalar qo'yilgan. 45 ming kilometr masofani bosib o'tgan, temir gaz balon ustanovka qilingan. Motor moz korobkalarda hech qanaqa muammolar yo'q. Kraskalarni ham aytib o'tganimdek top-toza, mana shu eshigida kichkina rixtobga chiqarilgan joyi bor. Kraska tegizilmagan, o'zini uchun polni tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. 50 partiyada egalarining o'zida sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Okamizga pul so'rash zo'rlagan, to'g'ri olib kelibdilar. Narxini okalasizlar olib maza qilishini uchun okamiz bilan to'g'ri bo'ladigan narx faqat oxirini qo'yin deyaptilar. $5850 baholandi. $5850 2023 45 ming proyekt yurgan, minishga tayyor. Kraskalar top-toza, Damas mashinasi.